Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Men elimdagi bu yigitni tunishtirib etay. Bu yoq Uyg'ur Yevropa ansamblining a'zosi Norvegiyadan kelgan Mo'minjon Abdukim. Mo'minjon Rahman Ajab. Bugun Mo'minjon nima uchun bizning ekran kelib qoldi? O'z namozni anglaydi. Rahmat. Tekrardan assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, aziz qarindoshlar. Uyg'ur Yevropa ansamblining bütün a'zolaridan sizlarga o'tliq salom. Bugun bu yerda ekran oldida bo'lib qolishimizning sababi bizning Uyg'ur Yevropa ansamblining qurilganidan 2 yilligini tabriklash uchun bir san'at kechasi olib bormoqchi. Buni texnik usullik va texnik ahamiyat qilish uchun UNTV bilan birlashib xayriy saxovatlik bir san'at kechaligi, bir san'at nomerlik xo'shallik bir kun tadilmoqchi. Shunga buni deydigan yordamda bo'ladigan organ shaxslar bo'lsa, texmo ahamiyatli bir kun qilishinglarni umid qilaman. Qolgan gapni siz deyapsizlar. Bunda bir yaxshi ishni vujudga chiqarmoqchi. U bo'lsa-mu, yuqorida Mo'minjon deb o'tgandek, bular o'zining ishkiligini tabriklamoqchi ekan. Buni texnik ahamiyatli qilish uchun biz bilan birlikda buni naq maydon taqitish qilib, buni bir xayriy saxovat, yani yig'ish san'at faoliyatiga shaklda olib bormoqchi ekan. Vatandagi Uyg'urlarningki hayotini eslab o'tsakmi, har qatimliq yer tavrash, o't ofati bo'lgan vaqtda san'atkorlarimiz naq maydonga berib, ommadan hol so'raydi. Yoki bo'lmasa Urumchida cho'ng tipdagi san'at kechiliklarini o'tkazib, shundan kirgan bilet kirmini ash o'rinlarga yordam qiladi va yoki o'qishsiz qolgan bolalarga yordam qiladi, namoratlarni yo'laydi. Bizmi endi shu vatandagi shu insonlarning qilgan ishlarini chetlarda bir hisoblamda varislik qilgandek davomlashtirgandek shu faoliyatni qilaydi. Ham yillardan chet elda har xil mushtaq yor yo'lakda bo'lish, xayr saxovat va boshqa nomlardagi ishlar bo'lib kelyapti. Bundan biz intayin memnun va boshqa tashkilot organlarimiz shunday yaxshi bu faoliyatdan olib ketyapti. Ham bu qitimliqi bu faoliyat bular o'zlarining san'ati orqali insonlarga badiiy zuq berish bilan birga insonlardan bir yordamni ilib, uni yana insonlarga taqib o'tirib vosita bo'lish. Qo'l-qo'lish, boshqa bir ahamiyat ega. Shunga hamda shu kungi faoliyatimizni qo'llashni xohlaydigan idora organ tashkilotlar bo'lsa, biz bilan aloqalashishni umid qilamiz. Biz bu faoliyatni qanday shaklda olib boramiz, buning tafsiliy mazmunini biz o'zimizning UNTV biz tor betimizda, Facebook betimiz, Instagram betlerimizning hammasida tafsiliy ahvolni yozib, ammo oshkorlaymiz. Bizning bu faoliyatimiz 4-oyning 10-kuni shanba İstanbul vaqti kech soat 6da Xudoyim buyursa shu vaqtda naq maydon orqali taqtiladi. Shu vaqtda ekran oldidagi ko'rurmanlarning kartasiga pulni liqachilab, telefoniga to'pni liqachilab shu obdan o'tirishini umid qilamiz. Qo'llab-quvvatlagan ishlar Uyg'urning Uyg'ur yukini ko'tarmasa, bir-birimizni quvvatlamasak, chet elda yashayotgan Uyg'urlar yorug'lik ko'ramaymiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz UNTVni qo'llash, undan keyin Uyg'ur Yevropa ansamblini qo'llash, shu dunyo bo'layotgan har qanday bir ish qilayotgan bir tashkilot, bir program, bir organ bo'lsa, qo'llash. Alloh xolisa 4-oyning 10-i biz Uyg'ur Yevropa ansambl a'zolari bilan birlikda ham UNTVning ekran orqali bütün qarindoshlar bilan yuz ko'rishganligimizni aytib qo'shamiz. Taqozolar bilan kutamiz. Unda bo'lsa 4-oyning 10-ni ko'rishaylik. Qo'llab-quvvatlashinglarni umid qilamiz. Yani çıkma bol bolsun. Şurada bağa, şu gün görüşelim. Oldu. Hayır hoş. Hayır hoş, Allah'a emanet.